Salom hammaga, sizlar bilan yana Ultra Futbol. Bugungi video ikkinchi qismi bo'ladi. Zadaniyaga o'tamiz. Showtime olishda ikkinchi qismi bo'ladi. Zadaniyaga o'tamiz va selingni bosamiz. Mana International Cup saralash deyapti. Jahon chempionatiga saralash bo'lsa kerak. Biz Showtime'larni olish uchun nima qilishimizni hozir aytib o'taman. Undan oldin Showtime'ga kiramiz. Основной ekran, kontrakt. Men oldim Gnabry'ni. Mana hozir topib olishimiz kerak. Rudiger qo'shilibdi. Mana bosamiz. Gnabry'ni oldim men. Bittasini xohlaganlaring tanlab olaverasizlar. Men Bavariyaning muxlisiman. Gnabry'ni oldim. Video qisqaroq bo'ladi. Chunki o'tgan birinchi qismda ham tushuntirib o'tganman. Va'daga muvofiq 2000 ta prosmotrdan oshdi va coins ham aytilgandek olindi. Bundan keyingi video obunachimiz 3900 taga yetganda keyingi video bo'ladi va prosmotr 3000 ta bo'lsa shu videoda keyingi video chiqadi. Boshqacha video, masalan gameplay, open pack chiqishi mumkin. Bu bo'ldi, buni tushuntirib beraman hozirgi videoda. Zadaniyani bosamiz tanlab olishimiz uchun va kiramiz. Shu Showtime'dan rasm turibdi. Birinchisi Побеждает TV PvP match. O'rtoqlaring bilan 6 marta o'ynab yutsanglar bo'ldi endi. Yoki coinsga PvP deyapti. Odam bilan o'ynash, ya'ni odam bilan mana matchda bosamiz. PvP Savernovaniya PvP mana. Yoki o'rtoqlaring bilan. Xullas kalom odam bilan o'ynasanglar PvP. O'rtoqlaring bilan yoki matchdagi birinchidagi mana bu Savernovaniya PvP deganini o'ynasanglar hisob 6 marta yutsanglar bo'ldi ekan. Yutishinglar ham kerak-da. Xohlasanglar o'rtoqlaringga aytinglar yutkazib berdim. 6 marta yutishinglar kerak. Shunda bajariladi. Keyingisi bu kirish, 7 kun kirgansizlar. Mashq 10 ta bajarilsa keyin beradi deyapti. Побеждать match против и botlarni yuting deyapti. 18 marta yutish kerak, lekin sizlar 9 marta yutsanglar уже buni olgan bo'lasizlar. Qolganini ham yutib qo'yinglar. Chunki mana bu yerda kontraktni bossanglar beradi. Bu yerda ma'nolar ham bor chunki. Mana European National Teams. Batdan ham olishinglar mumkin bemalol. Yana ikkita olsam bo'ladi. Общий 5 ta deyilgan birinchi videoda aytib o'tdim. Mana ikki ham yozib qo'yilgan. Oxirigacha 18 yutib qo'yinglar, shu bilan missiya tugaydi. Yana bir marta qaytarib o'taman va videoni tugataman. Hech qiyin joyi yo'q. Yangi qo'shilibdi, bular ham shunaqa oson. O'rtoqlaringni 6 marta yutasizlar. Sodda qilib tushuntiryapman. 7 kun kirasizlar, kirgansizlar bu kungacha. Достигайте целый bu bajarganlaringni общий sarhisobi 10 ta bajarsanglar mana bu bajarilgan bo'ladi. Mana o'rtoqlaringni 1 marta yutsanglar bitta ptichka ekan. Shu 10 ta ptichka bo'lish kerak shunda. Mana. Bitta, ikkita, ikkita yutsanglar 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta ptichka. 6 ta zadaniya bajargan bo'lasizlar o'rtoqlaringni yutsanglar va kirishda mana 3 ta ptichka, 3 ta, 9 ta. Matdan bitta 3 marta bot yutsanglar 10 ta zadaniya bajargan bo'lasizlar. Men oshig'i bilan bajarib qo'yibman. Bitta 11-12 ta zadaniya bajarilgan va 12 marta bot yutsam naryoqdan yana bitta ochaman. Yana bitta ochishni qayerdandir berish kerak. Hammasi shu tugaydi. Bot 18 marta yutaman, protiv i'ni chiqaman, ko'rsatib beraman sizlarga. Bosamiz основной ekran match. Savernovaniya против i. Shuni yutaman 18 marta. Xohlasanglar buni 6 marta yutasizlar yoki o'rtoqlaring bilan 6 marta yutasizlar. Va 7 kun kirish. Shu xolos, ja qiyin narsa emas. Shularni qilsanglar bo'ldi, olaverasizlar bemalol Showtime. Shu ikkita narsa 18 marta bot ko'rsatib berdim против i, 6 marta o'rtoqlaring yoki PvP ko'rsatganim. Qolgani kirish, общий hisoblanish va olib maza qilib 101 Bastoyning kanaliga tashlaganmiz Telegram kanal Ultra Pastchi eFootball. Coins kerak bo'lsa pastda Ultra eFootball coins bemalol yozishingiz mumkin. Shaxsan o'zim olib beraman. Coins keyingi video 3900 ta obunachi bo'lgandan keyin va
3000 ta prosmotr shu videoga. Bunaqa videolar zo'r bo'ladi. Keyingi video bundan ham zo'r bo'ladi. Bu ikkinchi qism bilan shu qism tugadi. Hammasini tushuntirib berdim. Ko'pchilik uni oldi. Keyingi videoda ko'rishguncha hammaga xayr. Sizlar bilan Ultra Futbol bo'ldi. Sog' bo'linglar.